siz yuborgan tamaki xaltachalarini o'zingizning nomingiz bilan bahor sovg'asi deb atadik. Ularni eng dovyurak, mergan jangchilarga ulashdik. O'zbekiston bahorini ko'rganday bo'ldik. Bu himmatingiz uchun sizga behad rahmatlar bo'lsin, aziz singil. Qismimiz jangchilari bu xaltachalardan tamaki olib chekkanda, ey go'zal bahor, fashist gazandalarini yer bilan yakson qilishda ularni kuchiga kuch, g'ayratiga yana ham g'ayrat qo'shiladi. Bu sovg'ani qo'limizga olganimizda qiz bolani nozik barmoqlari ko'z oldimizga keladi. Koshki o'zi tikkan bo'lsa. Qodirov. Xo'sh, bu nima deganing? Balki birgalashib tikishganman dersan. O, bachevar yigitey. Ninaning qaysi tomonidan ip o'tkazishni bilasanmi o'zing? Ochig'i shu ishni hech bilib ola olmadim. Men ham bilmayman, lekin Po'lat biladi. Uni zehni o'tkir. Rostdanmi? To'g'rimi? Xo'sh. Ha, uni zehni o'tkir. Bu gaping bilan o'sha xaltachalarni ikkalamiz tikkanmiz demoqchimisan? Nimaga unda o'zim tikdim deb yozding? Qizlarning sovg'asi ruhlarini ko'taradi. Ma'qul gap. Barakalla. Sen juda ham to'g'ri o'ylagansan. Maktab seni to'g'ri o'ylashga o'rgatibdi. O'tiringlar. Lekin xaltachilarning orasidan mabodo sening qo'ling tegmagani chiqib qolsa-chi? Yo'q, bariga tekkan. Tikish paytida qo'llari oshiq-moshiq ham bo'lib ketgan. Ha, shunaqa bo'lgan. Tashlab keta olmayman.
ketolmayman Lolazorni sirab tashlab ketolmayman ketolmayman Yo'l bo'yida shalpon quloq hayasrati Yo'l bo'yida shalpon quloq o'tlab turardi Bu tomonda oshiq o'ynab yurardi Bu tomonda oshiq o'ynab Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiroq. O'tirdingmi? Choy jonim. Uyga borgan zahotim otni aravadan chiqaraman u mazza qilib bir yuvunaman. Nima qurilishda yuvinadigan joy yo'qmi? Borlikka-ku bora, lekin vaqt yo'q. Ikkalamizda gardanimizda butun uchastkani yuki. Mana borsanglar ko'rasizlar. Po'lat borolmaydi. Uni armiyaga olishyapti. Albatta, ayni askarbob payti. Otimni ham oladigan bo'lishuvdi, lekin yoqmadi. Qari ekan deyishadi. Menga o'xshagan qari chol u, bildingmi? U qari arava tortsa, men qari uni tepasida. Ikkalamizni qo'ysa o'rs chiqadi. O'rsni nima ekanligini bilasan? Yo'q, bilmayman. Ishchilar ta'minoti sho'basi. Bildingmi? Ha. Mana. Nega bunaqa qarayapsan? Yo'q. Biznikiga yur. Yo'q, uyga ketaman. Ketmaysanmi? Xayr. Akramxon akangizni ko'rmadingizmi? Allakanikidalar. Oyi, uydamisiz? Birgalashib lola terib yuribmiz-da. Shaxsan men o'zim eskilikni dushmaniman. Lekin yaxshilari ham bor-ku eski odatlar ichida. To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Nima dedilar? Bizda masalan kattani gapiga kiriladi. Qadimda yaxshi odat bo'lib kelgan bu narsa. Ha. Ana ko'rding? Qizlarimiz bo'lsa qadimdan kamtarin, odobli, sharmi hayoli qilib o'silgan.
Buni bir o'ylab ko'r. Kechalari bilan kitob o'qib chiqadi. Mana siz ilmli kishisiz qo'shni. Kechalari o'qiysizmi? Hada? Kechasi o'qqaningni kunduzi o'qib bo'larmidi? Ko'zni zavol-ku axir. Butun bir gesni tashvishi boshimda-yu, siz ko'zni gapirasiz, otaxon. Qurilishga qaytib borgingiz kelmayaptimi? Xo'sh, buning nima ahamiyati bor? Aytdim-da. Bor deya shundoq deyaylik, ammo buni hech kim hech qachon bilmaydi. Axir bu 200lamachilik-ku. 200lamachilikning o'zi nima, yomonmi? Mana bir kishi saxiy degan nom orttirish uchun umr bo'yi topganini hammaga ulashgan. Lekin hech kim sezmagan aslida uni ziqnaligini. Ha? Demak, ziqna emas ekanda. Yana bir kishi umr bo'yi ishchanman deb jon koyitgan. Ishlayvergan. Shu bo'yi o'lib ketgan. Ammo aslida ish yoqmas bo'lgan. Xo'sh, buchi? Ha? 200lamachilik emasmi? Yo'q. Iroda bu. Qizim, Akramxon akang bilan tortishishga hali yoshlik qilasan. Xo'sh, irodaning o'zi nima? Xo'sh, nima? U ham 200lamachilik. Lekin foydali xildan. Assalomu alaykum. Qarasam otlari shu yerda turgan ekan. Akramxon aka shu yerdalar. Kiravering. Imomov. Men. Iskandarov. Men. Islomov. Men. Karimov. Men. Qosimov. Men. Qahhorov. Men. Maqsudov. Men. Yuringlar. Antashini bir o'qityapti. Rostdan ha? Ha? Rahmat. Senga nima kerak? Hech nima. Qani tarqalinglar. Bo'lmasa sendan chaqirib qolsa nima qilasan, ha? Ha, menga hali ancha bor. Familiyang nima? Yo'q. Familiyang shu bo'lsa, baxizir tushiraver. O, odam qorindan emas, tilidan ilinadi. Xo'jayin, otni sug'orib kelsam maylimi? Mayli, boring. Ammo bolalarni chiqara ko'rmang. Xo'p, O'tgan xo'jayin, safar hamma yoni rasvo qilib olishdi. Cho'p. Abdulborim ketdi. Chaqirishdi degin. Ha, chaqirishdi. Havasim keladi. Mana meni olishmayapti. Qancha yalinmaying yo'q deyishyapti. Front orqasida ham g'alabaga zamin yaratish kerak ekan, shuning uchun. Qani yuring Maqsum. Bir sizni bironlab qo'yaylik. Shu bilan xotirjam yuraverasiz. Xuddi mixlab qo'yganday. Qatta olding sizdan? Berishdi-da. Qosimov kirib ketdi, o'zim ko'rdim. Qara.
Esingdami, bizni ham rosa aylantiradilar. Po'lat Sodiqov, seni chaqirishyapti. Bu qanaqa Sodiqov? Meni vaqtim yo'q sizni ketingizdan yurishga. Bekorga ovora bo'libsiz, o'rtoq To'raxonov. Biz bu o'rtoqning ishini siz ham to'g'rilardik. Qurilishga shunchalik zarur kishi bo'lsa agar. Bizga betondek zarur. Xo'p bo'lmasa. Qurilishga foydam tekkandan xursandman. Juda minnatdorman. Salomat bo'lsinlar. Kechirsinlar, qog'ozchi. Qanaqa qog'oz? Hozir yozdilar-ku. Ha, ya. Hada. Yuboramiz, ish joyingizdan olasiz. Rahmat, ming rahmat. Xayr, yaxshi qolsinlar. Rahmat. Voy xudo, bu nima jinnilik axir, a? O'rta voyinkom, bittasi jinnilik qilyapti. Nima? O'rtoq komissar, Bir yigit jinnilik qilyapti. o'rtoq komissar, 1 minutga mumkinmi? Smirna! Familiyang? Sodiqov. Po'lat Sodiqov. Xo'sh, o'zi nima gap Po'lat Sodiqov? Doktor Nazarov o'pkasida dard nishonasi bor dedi o'rtoq Sodiqovni. Soppa sog'man. O'rtoq komissar, doktor menga malomat qilyapti, xolos. Doktor o'z ishiga omil odam. Axir sog'man. O'lager, soppa sog'man. Mumkin bo'lsa doktor Nazarovni bu yerga chaqiring. Doktor Nazarov, Nima gap o'zi? Hamma ketyapti. Islomov ketsa, Qosimov ketsa, siz Qosimovni taniysiz-a? Yo'q, tanimayman. Qosimov ketadi, men kasalman, a? Jim bo'lsang-chi. Yo'q, o'zingiz ko'ring, meni qayerim kasal. Hop. 10 minutdan ko'p tura olaman. Soatga qarang. doktor Nazarov bir pasdan keyin kiraman dedi. Juda soz. Shoshmay turing. Mana unisicha. Hop. Xo'sh, qanaqa sening kasal bo'la? Qanaqasiga? Qani o'tirchi. O'rtoq komissar. Hamma ketsa-yu, men laqillab yursam bu yerda. O bola, qaysi harfga gal keldi, ha? Yahyoyevni chaqirishmadimi?
Meni qaytarishdi. Juda yaxshi, birga qurilishga ketamiz. Seni qarayu. Qani olib ket qizim. Qani. Okey. Sen. Yo'q. Qani. Ketdikmi? Chiqa qolinglar. Chuh, jonivorlar. Chuh. Qani bo'lmasa o'g'il bolachasiga gaplashaylik. Xo'sh, qurilishga borib qayerda turasan? Zax yer to'ladami? Sog' odam kasal bo'lishi mumkin. Akromxon aka, axir yoki faraz qilaylik. Qurilishda biron qiz bilan tanishding. U ham senga ko'ngil berdi. U bilan xo'p yurding. Axir yigitchilikda bunaqasi bo'ladi-ku, ha? Ha, o'lma. O'pmaslikka ilojing yo'q. U bo'lsa yana boshqa yigit bilan topishar. Hayot shunaqa oshna. Yo noto'g'rimi gapim? yo'q, nima ya? Gapingiz bari to'g'ri. Chu. Hey! Chu. Po'lat qani? Ketdi. Xayrlashmasdan-a? Buning uchun aql farosat bo'lish kerak. Men hozir. Po'lat! 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 Qanday chiroyli. Biram kelishgan ekanki, qarasalaring-chi. Hay bola, kalavani olaki. Salom. Salom. Menga bosh vrach kerak edi. Bundayroqi kerak emasmi? Yo'q. Uni o'zi vrachlarning kattasi. Menga ishonaver, hammasidan zo'ri. Nima ekan bu? Hazil qilyaptilar. Sen ishonib o'tiribsan. Hazil nima keragi bor? Sizga yosh bolamanmi? Sirka suv ko'tarmaydi hozirgi yoshlarda. Hazillam qilib bo'lmaydi. Sen poliklinikaga borgin. Bu yer harbiy gospital. Juda soz. Unda ayni ko'ngildagi ish-ku. Axir gospital armiyaga odam davolaydimi? Davolasa nima qildi? Meni armiyaga olishmadi. Avval davolangin deyishdi. 2 kunlik joydan keldim. Yur bo'lmasa bosh vrachni oldiga olib kiray. Bu yer harbiy gospital. Shuni o'zing tushuntirib qo'ya qolmadingmi? O'rtog'im ayyor.
Bir kishi ekan, nima qildi axir? Bo'lmaydi. Menda bitta o'rin bo'shagandi. Zalda. Bilaman. Boyaqish 2 kunlik joydan kelibdi. Kelgan bo'lsa poliklinikaga borsin. Uzoq emas. Voy. Poliklinikada unga qarashmaydi. Bu yerlik emas-ku axir. Mumkinmi? Salom. Birpas kutib tur. Kechirasiz. O'rtoq mayor. Xo'p deya qoling. O'rtoq mayor, hozircha kasallik hech gap emas, ammo bora-bora kuchayib ketishi mumkin u. A? Rahmat. 25, 26, 27, 28, 29. Nima deysan? Pasha. Avsar adashtirib yubording. Urushdan oldin bizda ham bir yigit bor edi. U ham silagan. Nimaga kulasan? Bo'lgan gap. Ko'krakni ehtiyot qilish kerak. Ko'kragi salomat odamni o'zi ham sog' bo'ladi. Mana meni ko'kragim ko'rgina. O'sha o'zini osib qo'ydi. Kim osib qo'ydi? Sil bo'lgan bolada o'lim oldidan xat yozib qoldiribdi. Men kasal edim, ammo hech qaysing ishonmading. Nimaga ishonmaysan? Bo'lgan gap. Ishonishmabdi unga. Ularni gapini qo'yaver. Iloji boricha ko'proq yog' bilan bol yegin. O'zimni boshimdan o'tgan. Bu shundoq kasalki, uni yog'da indirib, bolda tindirish kerak. Hozir bol qayoqda emish? Yog'ni aytmaysanmi? Anqon urug'i bari. Siman, sizga turish mumkin emas. Yoting. Hozir mollar jir bitmasdan so'yilyapti-da, zajga ketib berib turing. Yo'q. Qoringa tushadi. Uning dardi bo'lsa, ko'krakda. Xo'sh, Yo'q, u yerga tushmaydi-ku. bekor gap. Sen unga ishonma. Yog' tanaga baravar singadi. Hamma a'zo ko'krakda-ku. Nega tortishasan? Yog' o'pkani davosi. Qo'ysangizchi, o'pka qayoqda? Tortishmagan bilan Yaxshimisizlar? Shahlo ko'zlar, shirin so'zlar, menga asta rozim so'zlar, mening bag'rim o'rtar yonar, shahlo ko'zlar. Ivanov. Ivanov, menga qara. Ha? Hadeb ko'kragini pesh qilaverma. Juda ko'p ko'rganman ko'kragingni. Nima, yomonlaganmi? Ha? Lekin meniki ham yomon emas, a? Qani, kim ukol talab? Sen chiqib tur. Istihola qildi. Ishtoningni tush. Sodiqov. Kasallik tarixingni ko'rib chiqdim. O'pkangni suratini ham. Qo'rqinchli yeri yo'q. Sekin, ehtiyot bo'linglar. Botni ol. Nechinchi reys? 6-chi. Mana, bo'l jo'nayver. Jo'nayver. Qaqqab ketyapsizlar. Mashina ketdi-ku. Qalay? Hech qisi yo'q. Chidaymiz. O'rtoq mayor. Endi nima qildik-a? Shoshmay turing. Ro'yxatni ko'rib olaylik. O'rtoq mayor, shu ham ishimi? O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Marhamat, o'rtoq mayor. Xo'p deng. Yo'q, hech ham bo'lmaydi. Tavba. Qani, jo'nanglar. Qayoqqa boramiz? Boshqa gospitalga qayoqqa bo'lardi? Boshqa yerda ham shu ahvol. Ha, bolakay. Tanishingga o'xshatdingmi? Ha, yo'q. Unga yulduzchangiz yoqib qoldi. Yulduzcha degan.
Ola qol. Qani, nima deyish kerak amakiga? Ha? Rahmat. Yashanglar. Qani, jo'nab qolinglar. Qani. Mashinistlarga qo'lingizdan bering. Ey! Bu yoqqa bor. Ko'tar. Ko'tar Po'lat. Endi qayoqqa borasizlar? Gaplashmang. Uzilib qolasiz. Mayor Rustam Jabbarov. Qarang. Otimni ham bilasizmi hali? Ha? To'xtang. Sizni otingiz nima? Vera. Vera. To'xtanglar. Balkim yana siz bilan uchrashib qolarmiz. Balki uchrasharmiz. Men kutkul va men qaytarman o'limlarni qoldirib tog'da. Ishi o'ngdan kepti desinlar, kutmaganlar meni o'choqda. Balki yotdilar kutmaganlarga, bunday ajib sening tolihing, kuta meni ofatdan omon saqlab qola olganing. Qanday omon qolganligimni yolg'iz senga aytarman sirdosh. Kuta olding meni sen faqat, buyuk endi sendagi bardosh. Navbat Vladimir Volchikka. Dengizga. Mana kimasa sal suril, birozgina. Sen eshitmadingmi? Mana she'r o'qishdi. Bosh vrachga kirdim. Ha, nima dedi? Yaqinda javob berishar ekan. Ha. Juda yaxshi. Сквозь степи и горы в жестоком бою искали мы к морю дорогу свою, к соленым бухтам и берегам, где волны, где волны, где волны. Где волны, где волны, где волны. Voy, senga ham keluvdi. И вот перед нами прибор, не враг, солдат улыбается, делает шаг. Kim u? И город пылает, Senin shekilli. а закат неужто и вправду вернулся солдат к соленым бухтам и берегам, где волны, где волны, где волны. Где волны, где волны, где волны. Hali registraturaga kiring. Yaxshi. Ketar jafosiga kirib bir yana yuvib bersam bo'lardi. Rahmat. Xo'p, rahmatmi, yo'q rahmatmi? Yo'q, rahmat. Voy, mana bu narsalaringni olmaysanmi? Xo'p.
Qaynoqay tansaniyam bilmassan. Nimaga bilmayman? Bilaman. Akramxon aka, telefonga. Marhamat. Ha? O'zim. Kutib olamiz. Kutib olamiz deyman. Har galgidek. Ha? 2 soatdan keyin. Yaxshi. Assalomu alaykum. Salom. Soqov. Nomerim esimda yo'q. Lekin men esimda Soqov Bahodir. 321. Mana. Eslab qolish juda emasmi? Teskaridan 1, 2, 3. Unisini bilaman. Lekin birinchi sonni eslab qola olmayman. 3dan boshlanadi. Qanaqa kitob kerak? Hayronman. Bor, yangi kitoblar stol ustida. O'tiring. Yomon bo'lib qoldi. Meni uzatib qo'y. Chiq. Qani haligi 321? Ketdi. Qiziq kitoblar yo'q ekan dedi, ketdi. Sizning nima ishingiz bor edi? Kitob topshiraman haqida, kitob. O'g'lim menga qiziq kitoblardan olib keling deyapti. Hammasini o'qib chiqdim. Bir kunda-ya? Ha, hammasini o'qib chiqdi. Menga butun bibliotekaning kitoblarini o'qib chiqish cho'timas deydi-ya. Juda o'qiganda haqildiq. Bularni menga yubordim. Senga oppoq qizim, senga. Xona ekan. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi? Niye bo'lmas ekan? Hozir zamonni bilib turibsan-ku. Urush payti bo'lsa, voy bolam-ey. Ha, bundan yaxshisini qayerdan topasan? Axir men o'ylab ko'rgin. Mana. Xolajon, nimaga hadeb sizni yuboraveradi? O'zi kelsa bo'lmaydimi? Kelsa bir gaplashardim. Rostdanmi? Kelsinmi? Mayli, qo'y. Qo'ya qolay. Hozir chaqiraman, hozir. Temur! A, Temur! Hozir, voy xonangga gitdi. Temur! Temur! A, Temur! Ay, nima qilyapsan batta? Menga qara deyman, menga qara. Yo'q aka. Tezroq bo'lsaychi. Voy ahvolginang qursin. Shu bilan qanday kirasan kelindi oldiga? Yechvat. Bo'l. Tezroq yurgin. Bola paqirni ne ahvolga solib qo'yding? Seni ishqingda bu cho'pday ozib ketdi-ku. Uncha tosh mehrsan. Rahming kelsa-chi. Xo'p degan qizim. Gapirgin. Hammasini o'zing gapir. Ha, gapiravering. Meni ishqimda ozib ketganmishsiz. Bu juda qiziq. Nima balo? Tilingni yutib yuborganmisan? Ne qo'rqasan? Men sizni sevaman, dur. Ha. Shamish bo'ldim. Tutqishga o'xshab. Bemalol kelib, o'zingiz gaplashmaysizmi? O'rtaga odam qo'ygandan ko'ra. Qaynoqay bilan olgandirlar. Oluvdilar.
500 so'm. Elanda bir. Ha mayli. Vaqtim yo'q meni, mashina keldi. Endi nima bo'ldi? Bu yigit uylanish kerak-ku. To'g'ri, uylansin, ayni vaqti. Ha, men ham aytyapman, ayni vaqti. Men hech qayerdan quruq qaytmagan edim. Keyin pushaymon qilasan qizim. O'ylab ko'r. Nuqul zamonni pesh qiladi, ahvol og'ir. Urush payti deydi. Uni qara-ya. Unda dallollik emas, frontga foydasi tegadigan ish qilsin. Yangigalarni kutib ola, keyin olib ketaman, kutgin. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Familiyang nima? Bektoshov. Bektoshov? Juda soz. Necha kishisiz? 15 kishi. 15 kishi. Juda yaxshi. İşler mıhtek. Mıhtay degan rostdan, ha? Rostdan. Necha kishi keldi? 2 kishi 70 ta. Yolg'on bo'lsa-chi? Yo'q. Yo'q degan. Yo'q. Ana onu bir yerdan yo'qotib, xo'pmi? Tushundim. Qani ketdik. Qayoqqa? Kutubxonachi qizni oldiga. Men aytgan tarafga yur, piyoda ketaveradi. Safar amaki, nima bo'ldi? Sal tobim qochib qoldi. O'tir. Qaytamga aravakashligimda tuppa-tuzi yurgan edim. Endi bo'lsa mana bunaqa yotibman. Yer zaxtirda. Ha. Qarichilik zax to'g'ri kelmaydi. O't ko'karganmi? Qayoqda? O't ko'kargan. Omon bo'l. Baraka top bolam.
Bahorni ko'ra oldingmi? Yo'q. Aytishlaricha, tanasi ochiq. Aytishlaricha shahar ketibdi. Bo'lsa bordir, bo'lsa bordir. Bu juda ham serqatnov bo'lib qolgan. Bu yoqqa kel, bu yoqqa. Ha, sen. Endi ketaver. Dema. Tinchlikmi? Nima gap o'zi? Agar kasal bo'lsa, uyda hab o'tirsin. Nima qiladi bu yerda hammaga o'z kasalini yuqtirib? Kim kasal? Qanaqa kasal? Hech kim kasal emas. Men sog'man. Doktor sog'san degan. Ketmonni bu yoqqa ber. Sendan iltimos. Sizlar nima turibsizlar? Ishni boshlanglar. Nima? Kechagi farmonni eshitmadilaringmi? Eshitdik. Xo'sh? Ha. Nima? Bora shu doktoringga. Yerda men xo'jayin. Ey, Jahongir, ishmisham qilasanmi o'zi? Ha? Kim u? Uydamisiz? Meni kechir. Yaxshi, men boray. Ichindaysan vol. Yo'q, ketaman. Xoddiya qol endi. Esdan chiqarganimga hayronman. Men bo'lsa bir gap bo'ldim deb o'yladim. Hech narsa bo'lgani yo'q, faromushlik. Ma, buni kiyib ol. Qani kir. Qo'rqma. Kechasi qayerda qolding? Buni tarixi uzun. Yaxshi, bo'lmasa men choy qo'yib yuboray. Keyin gapirib berasan. Xo'sh, endi tarixini gapir. Agar uncha qo'rqinchli bo'lmasa. Kecham qo'rqinchli emas. Kollektorcha qisira qo'ymasdan uyiga olib ketdi. Uni dadasi alomat kishi ekan. Gazetalarda axborotlarni qirqib devorga yopishtirar ekan. Devorda bo'sh joy qolmabdi. Mana u markaziy front deydi. Anavi Volkov. Kechalari uxlamasdan o'qib chiqar ekan. Mumkinmi? Ha. Siz bilan gaplashmoqchi edim. Mayli. Gaplashsak gaplashaveramiz. Shuni bilmoqchimanki, nima uchun zavxozingiz siz ham shu yerdamidingiz?
Nima deb o'yladi, tushundingmi? Yo'q. Tushunmadingmi? Yo'q. Yo'q. Qayoqqa? Ketidan boraman. Shu ahvolda ya. To'xta! Hey! Qayoqqa borasan? Stansiyaga tashlab o'tsangiz. Ha, mayli, chiqa qol. Baribir seni hech qayerga chiqarmayman. Nimaga endi? Uyat. Seni to'ringda nima fikrlarda yursa-yu, sen uni ketdan chopib yursang. Ketib qoladi. Qayoqqa ketardi? Xo'rdan tushsin, keyin gaplashamiz. Menga qara. Qo'yib yuboring meni. Nega to'xtadik? Chelakni uzatib yubor. Chelakni olib ber. Chelakni. Mana. Hey, yig'layapti shekilli. Ha? Oshna. Tinchlikmi? Nega yig'laysan? Nima bo'ldi? To'xta, qayoqqa? To'xta deyapman. Ey oshna. Qayt. O'tiring, seni sig'ishamiz. Boring. Shunaqa qilib meni ham izlab yurgandir. Izlaganda ham tinim bilmasdan. Yaxshi qiz, sekinroq. Kechirasiz. Sverdlovsk oblasti Kamskoral shahri birovni yo'qotganmi? Sverdlovsk oblasti Kamskoral shahri ziyon qilmadimi? Chemodan. Chemodan deydi-ya. O'zing sog' qolganingga shukr qilsang-chi.
Shoshma. Men bu yigitni taniyotgandayman. Naqara? Bu haligi vokzal. Esingdami? Sanitar poyezdda. Mayor To'g'ri. Mayor Jabbor, topding. Uni Qurib ketsin. Ha? Tuzi past bo'lib qopti yana. Tuz solinadimi? Ha-da. Endi yorilib ketaveradi. Men qara. Bor tuz olib kelsang-chi. Mayli. Yugur. Ko'proq olib kelaver. Xo'p. Sodda ekan. yo'l bo'lsin. Beton tuzi past ekan. Tuzga boruvdim. Kutishyapti. Shoshma. Ha. Bugun To'raxonovning uchastkasida bo'lgandim. Bo'lmagan gaplar yuribdi sen to'g'ringda. Bu yerdaligimni aytmadingizmi? Yo'q. Salom. 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 Mayli agar borging kelsa, Meni hech kim kutayotgani yo'q. yuraging betlamayaptimi? Nimaga betlamasin? Men qayoqdan bilay? Qo'rqadigan yerim yo'q. Tuzni qizg'anyapsanmi? Tuzni rosa yebsan-chi? Shundami? Qalay? Tuzlab bo'ldingmi? Nima qilib turibsan? Tuzlamaysanmi oxirigacha? Bo'ladi. Xafa bo'lma. Yigitlar hazillashdi. Xafa bo'layotganim yo'q. Bo'lmasa qayoqqa? Tuzni topshirgani. Fahmingga qoyil. Mashinkani tez o'rganib olding. Bizning asosiy boyligimiz Hozir. Sendan yaxshi yordam chiqadiganga o'xshaydi. Seni yordamingda har kuni 2 hissa ko'p ish qilyapman.
Xo'sh. Bir ko'raylikchi nimalar deb yozdi ekan? Tag'immi? Bugun qishloqdan xat oldim. Uyiga ham bormadim. Qo'y, yig'lama. Men bat ko'z yoshingga arzimaydi. Qo'y. Voy seni. Yoshing bilan hammayog'imni ko'l qilibording. Qani artib tashlaylik-chi. Qani? Mana bunda. Nima qilib qo'yding? Yopishmang. Akromxon aka, meni ham birga olib keting. Aytdim-ku senga oshna. Axir bo'lmaydi. Ikkovi juda do'st. Lekin bir tomoni bordi. Qiziq ekansiz. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi. Po'lat hali yosh bola. Gapingiz to'g'ri, bolalikka bola yo'q. Lekin ovchi ko'ziga qon quyilgan payt ehtiyot bo'linmasa bo'lmaydi. Ha. Yosh qizaloqqa o'xshaysan. Ammo bir oynaga qara. Qolganmikin qizaloqligi? Endi bo'yiga yetgan sohib jamol qizsan. O shayton qizi. Yomon timdalabdi-ku. Ha, mayli. Yaqinlashmang menga. Nima deyapsan? Hech narsa. Ay, yaxshi. Hozircha xilustasan, uyingga bor. Ertaga gaplashamiz. Yo'q. Nima yo'q? Yo'q. Nima yo'q? Ochiqroq gapir. Hech qayerga ketganmas. Uni siz qo'ygansiz. Nima qiladigan ishing yo'qmi? Hadeb kelaverasanmi? Ishingni qilsang-chi. Ha? Xafa bo'ldingmi? Haligi anavi Po'latini o'lay agar Vestgaga borgandik. Xayr. Bu yerda nima qilib turibsan? Seni kutib. Nega voyinkomatda kutasan? Armiyaga chaqirilganingdan xabarim bor. Men seni sevaman. Buni allaqachon aytishim kerak edi. Tentaylik qildim. Meni axtartdingmi? Men seni sevaman. Bilaman. Qachon ketasan? Ertaga jo'naymiz. Hayronman. Qanaqa soldat bo'larkan sana? Bu yoqqa sanch, 1-2, bu yoqqa sanch, 1-2. Yaxshimisan, Bahor? Ahvollaring qalay? Sizga nima? Yaxshi emas. Axir odam degan bunaqa bo'lmaydi.
Sizdagi bo'lsin bo'lmasa. Qiziqsana Bahor. O'rta To'raxonov g'alabaga zamin yaratuvchi. Mana, burnini cho'zgani kelibdi. O'zing frontgami? Ha. Juda soz, balkim birga ketarmiz. Yo'q. Hada. Yur. Nima gap? Buni sira qizig'i yo'q. Yur ketdik. Vagonlarga chiqilsin! Vagonlarga chiqilsin! Voy, baxt bo'ldimi? Ha. Yo'q. Ketishni istamayman. Istamayman. Har kuni xat yozaman. Albatta yoz. Har kuni. Thank you.